Ko'rinishi juda chiroyli hamda ikki kishini o'ziga ko'tara oladigan, undan tashqari cruise control, sport rejim, danli rejimlari bor. Jiddiy tormozli, redline diskalarda, yumshoq balonlarda oldi temir setkasi ham bor, orqa bachoyi ham kerak. Orqasida eng qizig'i temir joylari ham bor. Ya'ni avariya bo'lgan joyda temir bukiladi, qanot sinmaydi. Xitoyda pechatlangan qog'ozlari, yumshoq balon, yumshoq amortizator, katta ekran fari, orqa bacholari ham mana bor. Jilet, bokovoy hamma jihozlari bor. Orqaga ham bemalol menga o'xshagan odamdan bitta odam chiqsa bo'ladi. Undan tashqari oldiga odam o'tirib turib, oyoq qo'ygan dugasiga bitta qo'yib olsa ham bo'ladi. Yon duga aytib o'tganimiz cruise control bor, sport rejim, danli rejimlari bor. Oldida ikkita LED fara. Bu Demansh firmasida ishlab chiqarilgan eng full pozitsiya unaqa redline bolasi biz nomlaymiz. Undan tashqari narxiga kelsak, sizlar olishlaring uchun bu paystamiz narxini $410 qilib belgiladik. 5 ta akkumulyatorli 40 kilometrdan 80 kilometrgacha bemalol yo'l bosadi. O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmatlarimizdan mutlaqo pulli bo'ladi. Bo'ladigan narxi agar yozsalaring, yo'li bo'lsa o't beramiz. Telegramga o'tirasizlar. Sog' bo'linglar.